Assalamu alaikum, qarindoshlarım. Maliye, akıl parasti ve şiiriyet kanalıma hoş geldinglar. Ben Gülnaz Abduqadir bolma. Bugün ben ikinci şiirler toplumum Öksümes Muңlarni tanıştırışni şeref his qildim, his qilaman. Bu toplumda hayat, eslime, chidamchanlik ve hemimiz kaldırgan aks ettirişlerini öz içine aldı. Ma o kitapninki baş biti The Unfinished Song İngilizce. Bu bulsa kitapninki ahırkı biti. Bunun da nurgun okurmenler özünki tesiriyatlarını yazgan, şunu çaplagan. Üçüncü serilmeye kelsek, bu bulsa bu kitap nemi doğrusuda dep sorsanlar, bu kitap nurgun mezmunlarını içine alıdı. Çidamchanlık, mehr muhabbet ve münasebetler, tirishchanlık ve kaysarlık, öz özünü tanış, biliş ve millihi salayetini, kimligini biliş, oylanış, özünü bayqaş ve medeniyet hatirleri, sabırcallık ve birbirini düşünüş doğrusunda, izleniş ve bayqaş, itiqat, vakit ve ölüm, ruhilani çonqurluq, hayat ritmi ve oylanışla öz içine aldı. Yanıla ictimai tenkit ve küreşle sanat, icadiyet, iktisat ve felsefe temalarını öz içine aldı. Şundaq köp kategoriyalar var, köp üsluplar bilen yazılgan. Üçüncü serilmeye kelsek, nima uchun men bu kitobni inglizcha nashr qildim? Bu savolni nurg'un qarindoshlarim o'pshiramdiki va ijroq yakundiklar so'rab ketdi. Buningga javob berish uchun birinchidan shu boshqa ellarda kichik kelgan bolalar o'zimizning yurtida tug'ilib bu yoqlarga kichik chiqib ketgan ota-onalar bilan birga. Ya bo'lmasa chet ellarga chiqib tug'ilgan bolalar. Neverlarimiz bu yerga kelib bolalar cho'ng'ilib to'y qilib nevarlar tug'ildi. Shular o'qishga qulaylik bo'lsin deb shularni ko'zlab birinchidan ingliz qilib chiqardim. Ikkinchidan bo'lsa Uyg'ur she'riyatlarininki go'zalligi, ruhiy va jonlashtirishini tushunishlik shaklda qo'g'dash ve ortaklaşıştan ibaret. Buna ait muhim düşünüşlük şekilde qoğdaş ve ortaklaşıştan ibaret. Çünkü biz Uygurca şiirlerini, edebiyatlarını balalarga o'qib bersekmi, odatdagi tillarni bilgan bilan bularni tushunish nihoyat zo'r. Mening chunki 3 balam Amerikada tug'ildi. Hozir 3 nevram bor, bular Amerikada tug'ildi. Mana 2 avlod Amerikada tug'ilyapti. Bular Uyg'urchaning kichik vaqtlarda Uyg'ur maktablarida o'qib, ancha-muncha yozishni, o'qishni bilgan bilan bu she'riyatlarni, adabiyotlarni bular tushunish nihoyat zo'r. Shuning uchun bularga o'zininki tushundigan tili bilan uqtirish nihoyat muhim.
Andın yana başqa Uyghur emas, başqa eldeki dostlar, başqa dostlarımız Uyg'urlarninki til adabiyatiga, O'rta Osiyoninki madaniyatiga, she'riyatlarga qiziqadiganlar uchun, Uyg'urlarga qiziqadiganlar uchun bularni bevosita inglizcha o'qishga qulaylik bo'lsin deb. Hamda eng muhimi meningki orzuyim bir ko'rik yaratish edi. Bir ko'rik. Bu bo'lsa, ularninki Uyg'ur she'riyatlarininki go'zalligi, donolig'i va hissiyot ruhini o'zlari tushunadigan tilda his qilish uchun e, bir yo'l deb bilaman. Shuning uchun avlodlar, madaniyatlar va tillar o'rtasida e, ko'rik qurishdan ingliz chiqadi. Bu men uchun nihoyatda bir muhim nuqta. Kelarki sertmiga kelsak, meningki bu yezishliq, she'r yezishliq safarim va ilhomlar deb buni qisqacha tushuntirib o'tib ketay. Nurg'un kishilar so'rdi, siz burun necha qilganmi, qachondan boshlab yozgan, biz bilmabdik ajab deb. Buni hajablansimi bo'ladi, tushunishga bo'ladi. Chunki men kichik vaqtimdan she'ri yezishni nihoyat yaxshi ko'ratdim. Nihoyat muhim bir paytlarni, hissiyotlarni va oilaningki hikoyalarini shu she'r orqali ifodalab kelgandim. Kichik vaqtimda rasmlar qarab she'r yezish, manzarlar qarab she'r yezish degandek kichik vaqtimdagi G'uljudagi o'sib cho'ng bo'lgan mahallalarni yezish, shirin gullarni yezish, oila hikoyalarini yezish, hem o'zimizning beshimizdan o'tgan nurg'un qiyinchiliklarni tasvirlash degandek shularni ifodalash uchun yozgan. Bolalarning jurnallariga, gazetlarga degandek she'rlarim chiqqan. Hamda kichik vaqtimda menga ustoz bo'lgan ota-onam, kichik dadam Abdushukur Muhammad Emin hammamizga tonish. Bular men uchun jiq yordamlarni, tushunchalarni bergan, ham o'zimga o'xshash she'riyatga qiziqadigan do'stlarimdan ilhom olgan, ulardan o'rgangan. Amerikaga kelgandan keyin 85-yillardan keyin shu she'riyat to'g'risida nazariyasini o'rganib, darslarni ilib, buning qoidalarini o'rganib, bularni o'zimninki she'r yezishlarimda ifodaladim, ishlatdim, nurg'un naf oldim. Amerikada nurg'un to'r orqali chiqadigan jurnallarda inglizcha, fransuzcha degan she'rlar chiqib turdi. Ancha muncha. Men bu kitob qilib chiqarishni ancha o'ylab ketmagandim. Shundoq yezib, ichimdagi o'ylaganlarimni yezib qo'ysam, ichim bo'shab, shu kundalik besim xizmatlarda, ig'ir xizmatlarda bu she'r dunyosiga kirsam boshqa bir yerga ketgandek, ko'z oldimdagi besimlardan qutulgandek, bir dam oladigan bir joydek his qilatdim. 2016-yılı bizdeki bir aile dostumuz vardı. 80 yıllık to'lg'an kuniga o'zining bir umr yozgan she'rlarini rasmlar qilib, cho'ng albomda qilib besib chiqibdi, o'ziga so'q qilib. Shundan menga bir hadiya qilib bergan, uni boshdan oyoq qo'limga olgandan keyin to'xtamay o'qib chiqdim. O'qib chiqib nihoyatda ilhomlandim. Shundan keyin menmu she'rlarimni asta-asta tayyorlik qilib pensiyaga chiqqandan keyin nashr qilsam bo'ldika degan o'y kelib qoldi. Shuning bilan
kichik vaqtimda yozgan, boshqa tilda yozgan she'rlarni inglizchaga tarjima qilib, inglizchada burun yozganlarimni qaytadan jo'ndab degandek pensiyaga chiqib, bir yarim yildan keyin birinchi she'r to'plamim nashrdan chiqdi. U bo'lsa bultu. E, Bu yil ama ikkinchisi chiqdi 8 oyda. Yana yuzlaganda she'rim bor. Ularga hozircha charchab qoldim. Turibsin. Endi bir mazgildan keyin hadig'imni ilib yana chiqardek bo'lsa chiqaraman. Hozircha yana boshqa muhim qildigan ishlarim borki, oldimda boshqa kitoblar borki, shuning uchun hozircha qo'yib turdim. Bu kitobninki endi nemisiga kelsak, qurilishisiga, kitobninki qurilmasi. Kitobning qurilmasi esa 12 kategoriyaga bo'lindi. Ichida 75 she'rni o'z ichiga oladi. Buningda muhabbat va munosabatlar, chidamchilik va qaysarlik, kimlik, o'z-o'zini tushunish, e'tiqod, vaqt, o'lim, madaniyat, ijodchanlik va insoniyat degandek hammasini so'zlab o'tmayman. Shundoq kategoriyalar ichida bo'ladi. Ondan bu she'rninki shakllari, tiplari, qanday tiplarda bu she'rlarni yozdingiz deb so'rasanglar, bunda nurg'un tiplar o'z ichiga oladi. Lirik qo'shmoqlar, rubai tarafidagi she'rlar, g'azallar, erkin she'rlar, lirik qasida, blank she'rlar, tarza rima tipidagi she'rlar, andin ig'izdan ig'izga tarqalgan qopiyalik tutluq naqshlar, sastina, moderat aralashmasi bor she'rlar, tanka, yapon uslubidagi, klassik g'azallar, sonetlar degandek. Undan boshqa yana bizningki madaniyat simvollari bor. Masalan, seringul nimalarni ifodalaydi. To'g'roqlik to'g'risi she'rlar. Guli degan, masalan, bizning Uyg'ur qizlarninki Nurungul, Ayshamgul, Rayhongul, Ishbargul, Gulnaz, Gulbahor, Gulrayhon degandek işte gullik ismlarni qo'yamiz. Shu nimani ifodalaydi to'g'risida. Tangritog' to'g'risida. Bo'rining parasiti, Asina rivoyati deganlar to'g'risida. Tangri to'g'risida. Non va choy qatorliq mushtaq madaniyat simvollari bor. Bularni tushundirgan. Men hamda tuvanda sizlarga bir ikki she'rni deklamasiyani, birisini deklamasiya, birisini AI'da qilgan naqshni meshada qo'yib beray 1 minutdan. Yaxshi chiqamdi, chiqmamdi, onu bilmayman. Shuning uchun bir anglab yiqinglar. Ma telefonimda qo'yma, bundan yaxshi chiqamdi, chiqmamdi bilmadim. Bo'rining parasti. Aktori Gulnaz Abduqodir. Ayning kumush pardasi ostida bo'ri huvlar bir qadimiy afsonani. Na qo'rqinch, na g'azab, na mag'rurlik unda, tamponliq kuydirki, yov yetakchi. Chiriganni yemas, istakka berilmas. Nafsning kishanisiz, sahna uzuksiz. İzzat ikromi bilan yurudi bo'ri, bir mustaqil shoh kabi ruhiy g'uborsiz. Muz bilan o'tdan o'tib tutashgan u ham bir do'st, bir hamroh, bir muqaddas ismga qayg'urar
Ruhi kurar ölüm taşlısı kölenge, ger bu bir cüpnің asmanaga. Ağırıq götürüp yıllar öğütüp bizgi muhabbetni. Biz unutuşkan vədiləni. Qancha qısqa bərdaşlığımız, hə? Muşunçik bo'lsin, buningki ancha yaxshi chiqmasligi mumkin deyman, chunki men telefonda qo'ygandikin kompyuter record qanday bo'ldikin bilmadim. Natijasi ancha yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ammo bu kanalimda bor, buni anglab yiqinglar. Yana birisi bo'lsa, yana bir she'rning AI'da yozgan bir naqshisi bor. Shuni qo'yib boqay, chiqamdi, chiqmamdi. Bu bo'lsa tunji so'zdan yongan sada. Ana til to'g'risidagi she'r. Diri duru, her söz her nefes yürek sezmeyecek vakit ve zaman bize uzak şu ama bir avaz o kalpten çıkan dünyanı bilmezsin özünü bilgen kitapta görsetken yollardan rengi ve konini içeri belgen anlatıyor kahves kalbini ki her gün hastalar has kokular acayip zehir geride saray ondan insanlık fatih. Muşinchilik qo'yib beray, chunki men bilmayman buningki nemisi. Qanchalik sifati qanchalik yaxshi chiqdi, balki yaxshi chiqmasligi mumkin. Buni shu YouTube kanalim kirib olib olsanglar bo'ldi, faqat mayada bir qo'yib bergim kelib qoldi, bir ikkisini. Andin Masirga kelsak, bu kitob kim uchun muvofiq keladi desanglar, albatta oldi bilan bu kitob she'r suyguvchilarga uchun eng muvofiq keldi, she'rni suydiganlar uchun. Ikkinchidan, boy degandek Uyg'urcha o'qiolmaydigan yosh Uyg'urlar, yosh bolalarimiz, kichik chiqqan, Amerika to'lgan bolalar, nabiralar deb aytdim. Üçüncüden bo'lsa, Uyg'urlarni O'rta Osiyo madaniyatini izlanayotgan do'stlar. Uyg'ur emas, boshqa eldagi do'stlar va ilhom va o'ylanish izlanayotgan har qanday kishilarga to'g'ri keldi. Hozir oldimizda Yangi yil ya boshqa millatlarning Rojdestvo bayrami deydi, yana boshqa Kwanzaa, Box deydi, har xil o'xshamagan davlatlarning bayramlari oldimizga kelyotidi. Bu kitob bo'lsa nihoyatda bir yaxshi sovg'at bo'ldi. Mush bayramlarda sovg'at bo'ldi. Hamda mush bu kitob bo'lsa avloddan avlodga o'rtoqlashadigan ma'nilik bir bayramlik sovg'at bo'ldi. Bolalar uchun apasanglar. Siz bu kitobni bir bolangizga bersangiz, faqat she'r to'plamasini bermaysiz. Siz onunğa "Men kim?" ve "Qayerdan keldim?" degan savollarga yo'l ochasiz. O'zlarininki tushunadigan tillari bilan Uyg'urlarninki she'rini, adabiyotini ifoda etlab berdi. Bu she'rning to'plamining ichidagi jannat onalarninki tapini ostida va jinimning tuprog'i degan yurak bilan yurt orasidagi muqaddas bog'lashishni ko'rsatdi.
Tuncu sözün sadası degan ona tilninki qadr qimmatini esiltidi. Şirin gül uxsumidi degan şiirim bizniki vatanda bo'lgan bostirishlarni bayon qiladi. Böğrü parasiti ve qeydimizdeki böğre degan asina rivoyat orqali Uyg'ur millatininki kuchini, chidamliqini ve kimligini ko'rsatdi. Birining ko'p nomlari degan Alloh iymon qilishni eslatadi. Diniy jihatdan. İqtisad ve insanlık bölümlerinin içinde bir neçe şiirler var. Bular bolsa biz pul muhim, lekin insanlık unudun muhim degenni ekanligini özümüz şularga tanıştırmız. Tanıştırıldı. Tanıştırıldı. Toğraqның bayanati degan şiirim yurtni asıltıdı. Qaysarlikni ko'rsatdi. Non ve çay Uyghur örf adetini saqlashni, örf odatlarni saqlashni ko'rsatdi. Arzuning go'zalligi degan bolalarımızga turmushda maqsadli yashash va nishonliq bo'lishni o'rgatadi. Shunga o'xshash hamma she'rga 75 she'r va buni so'zlab kelsam tanitib ketadi. Muşularni misalga ip turay. Şunun üçün bu hediye qilgan sovg'atlaringiz bayramlık o'tib ketgandan keyinmi, bayram o'tib ketgandan keyinmi, tug'ilgan kuni o'tib ketgandan keyinmi, yo'qolib ketmaydigan bir sovg'at bo'ladi. Bu kitap Ayıl'ның kitapxonasininki bir qismi bo'ladi. Bu bir bolaninki, kimligininki bir qismi bo'ladi. Bir aileninki, hikayesininki bir kısmı boludu. Şunun için balınızga, dostlarınızga, hizmetdaşlarınızga ve holum hoşlarınızga soğat kısınız boludu muşu bayramlarda. Aldığınızda kivatkan bayramlar, nurgun bayramlar var. Tuğulgan günlerde, mektep bitirişide, her xil alaydı küllerde soğuqsınız, qıldıgan bir nahaydi yaxşı bir soğatlı kitap dep tavsiye qılıman. Bu kitabını nereden alımız desenler, oyuncu slayda kelsek. Bu kitap Amazon dünyanın her qaysı joydagi, her davlatdagi Amazon'da var. Şu The Unfinished Song'ni İngilizce müstaq bassanglar çıkıdı. Yoki mening ismimni Gulnaz Abduqodir deb bassanglarmi çıkıdı. Şu her yerdagi Amazon'dan ağını buludu. Şunu deb qo'yay dedim. Meğerdim ulanmasını evet koydum Amazon'dan ki bassanglar çıkışı mümkün. Bu musaş Amazon'a kırıplam. Şu kitapның ki ismini bassanglar yoki mening ismimni bassanglar chiqadi. She'riyat Uyg'ur va O'rta Osiyo madaniyatini qo'llaganligingizga rahmat. Bugungi so'zlaganlarimni vaqt chiqarib anglag'ingizga rahmat. Ondan meningki bir özümninki kanalim var. Şiir güzelliği bilen maliye, akıl parasiti, senneti üstüde izlendiğin meblağ siliş ve emeli düşünçlikten tefekkür kılıdığın bir kanal.
Eğer siz muş xil məzmundaki yaqtırsanız muşunda məzmunlarni, bundan da şiiriyat va, kitap tanıştırışı va ve məbləğ seliş degендek müşteri bulun. Dostlarınızga tavsiye qilib qo'ying, öpçürüngizga kishilarga tavsiye qilib qo'ying. Savol so'rang. Rahmat sizlarga. Xo'sh, Allohga omonat.